Shunaqa ovozlari karsillab chiqadigan va qavatlari baland bo'lgan Napoleon retseptini to'liq sir asrorlari bilan o'rganamiz. Avval 500 gramm muz margarinni un bilan yaxshilab urvoqlab olamiz. Keyin esa 1 stakan muzdekkina suvga 1 choy qoshig'ida uksus solamiz va 1 dona tuxum chaqib yaxshilab aralashtiramiz. Eslatib o'taman, barcha masalliqlarimiz muzdekkina holatda bo'lishi kerak. Endi esa aralashtirib olgan massamizni krojkamiz ustiga quyamiz va yumshoqqina qo'lga yopishmaydigan xamir olamiz. Tayyor xamirimizni salfan paketga o'rab 1 soatga tinish uchun muzlatgichga yuboramiz. Ro'ppa rosa 1 soatdan so'ng xamirimizni unlab yoyamiz va konvert shaklida o'raymiz. Aynan shu holatni har yarim soatda 4 marta takrorlaymiz. Xamirimiz salafanda terlab qolmasligi uchun buni pishiriq qog'oziga o'raymiz. 4 marta yarim soatdan konvert qilib olgan xamirimizni ro'ppa rosa 1 sutkaga tinish uchun muzlatgichga yuboramiz. Ro'ppa rosa 1 sutka muzlatgichda dam olgan xamirimizni olamiz, ustini biroz ezamiz va teng 8 ga bo'lib olamiz. Bir xil kattalikda kesib olgan xamirlarimizni endi sekin-astalik bilan yoyib olamiz va listimizni teskari tarafini o'girib xamirimizni solamiz. Napoleonimiz pishganda zakazga tayyorlangandek bir tekis chiqishi uchun list chetidan osilib turgan joylarini kesib olamiz va oldindan qizdirib qo'yilgan gaz pechiga 180 gradusga 10 daqiqaga yuboramiz. Chetlaridan kesib olgan xamirlarimizni esa oxirida alohida pishirib, ustiga krojka uchun ishlatamiz. Napoleonimiz mazali chiqishi uchun eng asosiy fishkasi unga ishlatiladigan saryog'i va molokosidir. Men eng sifatli saryog' va molokodan foydalanaman. 1 choy qoshig'ida vanilin savorseli yanayam hidlari zo'r chiqadi. Endi esa pishib chiqqan korjlarimiz ustiga kremimizni ayamasdan solamiz. Videoni shu joygacha ko'rib hali ham like bosmagan bo'lsanglar, bitta like bosib, komment yozib ketishni unutmanglar. Bu videoni esa hali ham Napoleon tayyorlashni bilmaydigan dugonangizga jo'natib qo'ying. Endi esa ustiga salfan paket yopamiz va patnis bilan bosamiz. Yangi yil dasturxoningiz ko'rki bo'ladigan Napoleonimiz tayyor. Like bosing, tarqating.